Agarda sifir o'rganayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizlarga hozir juda foydali ma'lumot berib o'taman. Ko'rib turganingizdek, IELTS bilan seferni ball sistemasini masalan ko'rsatib o'tmoqchiman. IELTS dan 6,5 olmoqchi bo'lsanglar, 27 ta dona topishinglar kerak ekan. 7 olish uchun 34 ta topishinglar kerak ekan. 40 ta savol va 1 soat. Endi seferga keladigan bo'lsak, imенно sefer o'rganayotganlar uchun juda foydali bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, atiga 35 ta savol ichidan 8 ta dona to'g'ri javob topadigan bo'lsanglar, sizlar уже B1 ni kiritarkansizlar. Lekin B2 olmoqchi bo'lsanglar, atiga 17 ta ekan. Demak, shuning uchun ham ko'pincha o'quvchilar B2 olishadi, даже если ular ko'p ham shug'ullamagan bo'lsa. C1 esa qaranglar 26 ta dona topsanglar bo'ldi ekan. Endi men sizlarga hozir eng oson yo'lini ko'rsataman. Qandoq 8 ta to'g'ri javobni topishni. Bu bizning listening part 1. Listening part 1 8 ta savoldan iborat bo'ladi va men sizlarga hozir to'liq strategiyalari, texnikalarni ko'rsatib o'tdim. Bemalol Telegram kanalimga o'tib olib, ko'rib olsanglar bo'ladi shu darslik. Atiga 20 minut, lekin уже 8 tadan 8 ta topadigan bo'lasizlar. Darslikni ko'rish uchun pastdagi havoladan o'tib olinglar yoki obuna bo'lib, kommentariyga plus qoldiringlar. Shunda men o'zim sizlarga saytini tashlab qo'yaman.